Avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'yicha eng ko'p berilayotgan savol bitta. Kimning pensiya oshadi, kimniki esa oshirilmaydi. Bu masala juda muhim. Chunki ko'pchilik odam hammaniki bir xil ko'tariladi deb o'ylaydi. Keyin kartasiga pul tushganda kutgan summani ko'rmay sarosimaga tushadi. Men bugun sizga oddiy tilda, lekin aniq qilib tushuntiraman. Indeksatsiya nima? U qanday ishlaydi? Kim xavotir olmasligi kerak? Kim esa albatta hujjatlarni tekshirtirishi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga va nafaqa oladigan fuqarolarga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda bitta nozik joyni bilmaslik ham odamni oyma-oy pul yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Avvalo, indeksatsiya deganda nimani tushunamiz? Men buni juda sodda qilib aytaman. Indeksatsiya bu pensiya yoki nafaqa miqdorini davlat tomonidan belgilangan tartibda oshirishdir. Buning sababi oddiy. Narxlar o'zgaradi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, yo'l kira, kundalik xarajatlar ko'payadi. Shuning uchun davlat vaqti bilan pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqadi. Lekin mana shu yerda juda katta xato tushuncha bor. Ko'pchilik indeksatsiya bo'ldi degani, mening qo'limga tegadigan pul ham aynan e'lon qilingan foizga oshadi deb o'ylaydi. Amalda esa hamma vaqt bunday bo'lmaydi. Chunki pensiyaning umumiy hisob-kitobi qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, qarzdorlik ushlab qolinishi, karta orqali tushadigan summa, pensiya turi va tayinlangan sana bir-biridan farq qiladi. Oldin qanday edi? Pensiyalar ma'lum davrlarda oshirilganida odamlar asosan bitta narsaga qarardi. Menga qancha tushdi? Lekin pensiya tizimida faqat yakuniy summa emas, uning ichki tarkibi ham bor. Masalan, bir odamda yoshga doir pensiya bo'lishi mumkin. Ikkinchi odam nogironlik pensiyasi oladi. Uchinchi odam boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. To'rtinchi odam esa pensiya emas, ijtimoiy nafaqa oladi. Bularning har biri bo'yicha hisoblash tartibi bir xil emas. Hozir nima o'zgardi? Eng avvalo, odamlar indeksatsiya qilinganidan keyin hammaning puli bir xil darajada oshmasligini tushunish kerak. Ayrimlarda oshish darhol ko'rinadi. Ayrimlarda summa kamroq ko'rinadi. Ayrimlarda esa umuman oshmagandek tuyuladi. Bu har doim ham xato degani emas. Lekin ba'zi holatlarda haqiqatan ham hujjat, hisob-kitob yoki ma'lumot bazasidagi muammo sabab pensioner o'ziga tegishli pulni to'liq olmasligi mumkin. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Kimning pensiyasi oshirilmaydi yoki kimda oshish ko'rinmasligi mumkin? Birinchi holat. Pensiyasi hali yangi tayinlangan fuqarolar. Agar pensiya indeksatsiyadan juda yaqin muddat oldin tayinlangan bo'lsa, hisob-kitobda yangi miqdor allaqachon inobatga olingan bo'lishi mumkin. Masalan, bir fuqaroning pensiyasi iyul oyining oxirida yoki avgust boshida tayinlangan. U avgustda pensiya oshar ekan. Meniki ham yana alohida oshishi kerak deb o'ylaydi. Lekin agar uning pensiyasi tayinlanayotgan paytda amaldagi yangi bazaviy miqdorlar hisobga olingan bo'lsa, u yana qo'shimcha indeksatsiya olmaydi. Chunki uning pensiyasi eski miqdordan emas, allaqachon yangilangan ko'rsatkichlardan hisoblangan bo'ladi. Ikkinchi holat, pensiya emas boshqa turdagi to'lov oluvchilar. Odamlar ko'pincha barcha davlat to'lovlarini pensiya deb ataydi. Lekin qonunchilikda yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam kabi tushunchalar alohida yuritiladi. Indeksatsiya qarorida qaysi to'lovlar oshirilishi aniq ko'rsatiladi. Agar siz oladigan to'lov aynan o'sha ro'yxatga kirmasa, sizda oshish bo'lmasligi mumkin. Masalan, odam men har oy davlatdan pul olaman, demak avgustda oshish kerak deb o'ylaydi. Lekin u pensiya emas, mahalla orqali tayinlangan moddiy yordam olayotgan bo'lsa, bu boshqa mexanizm bo'yicha yuradi. Uchinchi holat, ishlayotgan pensionerlar bo'yicha ayrim nozikliklar. Ko'pchilik ishlayotgan pensionerlarning pensiyasi umuman oshmaydi deb noto'g'ri tushunadi. Bu har doim to'g'ri emas. Lekin ishlayotgan pensionerning qo'liga tegadigan summa ayrim cheklovlar, ushlab qolishlar yoki oldingi hisob-kitoblar sabab boshqacha ko'rinishi mumkin. Masalan, bir odam pensiya yoshiga yetgan, pensiya tayinlangan, lekin ishini davom ettiryapti. Indeksatsiya qilinganda uning pensiya hisobida o'zgarish bo'lishi mumkin. Ammo agar oldindan qarzdorlik, aliment, sud qarori, kredit bo'yicha majburiy ushlab qolish bo'lsa, kartaga tushadigan pul kutilgandan kam chiqadi. Shunda odam menga oshmadi deydi. Aslida esa oshgan, lekin ushlab qolingan qismi ham bor. To'rtinchi holat, minimal pensiya va ustamalar sabab farqini noto'g'ri tushunish.
ayrim pensionerlarda asosiy pensiya miqdori past bo'ladi. Lekin davlat tomonidan minimal darajaga yetkazish uchun qo'shimcha to'lov qo'shiladi. Indeksatsiyadan keyin asosiy pensiya oshishi mumkin, ammo qo'shimcha to'lov kamayishi mumkin. Natijada umumiy summa uncha katta o'zgarmagandek ko'rinadi. Masalan, fuqaroning asosiy pensiyasi 60 ming so'm, minimal darajaga yetkazish uchun 1 ming so'm qo'shimcha oladi. Jami 900 ming so'm bo'ladi. Indeksatsiyadan keyin asosiy qismi 720 ming so'mga chiqsa, qo'shimcha qismi 80 ming so'mga kamayishi mumkin. Jami yana 800 ming yoki biroz ko'proq bo'lishi mumkin. Odam nega menga 7 ming oshmadi deb so'raydi. Sababi tizim umumiy kafolatlangan miqdorni ham hisobga oladi. 5-olat bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarda ulush masalasi. Bu yerda ham ko'p chalkashlik bo'ladi. Bir oilada 2 yoki 3 nafar farzand bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olishi mumkin. Indeksatsiya umumiy pensiya ishiga ta'sir qiladi, lekin har bir oluvchining ulushi alohida hisoblanadi. Masalan, ona pensiya oshdi. Har bir bolamga alohida katta summa qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Amalda esa oshirilgan baza umumiy hisobga qo'llanadi. Keyin huquqli oila a'zolari soniga qarab taqsimlanadi. Agar oila a'zolaridan biri 12 yoshga to'lgan, o'qishni davom ettirmagan yoki huquqini tasdiqlovchi hujjatni vaqtida topshirmagan bo'lsa, umumiy to'lov tarkibi o'zgaradi. Shunda indeksatsiya bilan birga huquqli oluvchilar soni ham o'zgargani uchun yakuniy summa kutilgandan boshqacha chiqadi. 6-holat nogironlik pensiyasi va nogironlik nafaqalarida guruh o'zgarishi. Bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha pensiya olib yurgan bo'lishi mumkin. Keyin tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi uning guruhini o'zgartirgan yoki muddatini qayta ko'rib chiqqan. Agar guruh o'zgarsa, pensiya yoki nafaqa miqdori ham o'zgaradi. Shu paytda avgust indeksatsiyasi bo'lsa, odam faqat oshishni kutadi. Lekin tizimda nogironlik guruhi o'zgarishi ham hisobga olinadi. Natijada ayrimlarda summa oshadi, ayrimlarda kamroq oshadi. Ayrimlarda esa oldingi darajada qolishi mumkin. Bu juda muhim, faqat avgustda oshdi degan gapga qarab emas, sizning shaxsiy huquqiy holatingizga qarab ham hisoblanadi. 7-holat. Hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki ma'lumotlari bazada noto'g'ri aks etgan fuqarolar. Men tajribada ko'p ko'rganman. Odamning ish staji bor, lekin arxiv ma'lumot topilmagan. Yoki familiya nikohdan keyin o'zgargan, lekin eski ish joyidagi hujjatda boshqa yozilgan. Yoki mehnat daftarchasida muhrni aniq lavozim yozuvi tushunarsiz, buyruq raqami yo'q. Bunday holatda pensiya tayinlangan bo'lsa ham, ayrim davrlar to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya umumiy pensiyani oshiradi, lekin oldindan noto'g'ri yoki kam hisoblangan baza qolsa, oshish ham kam bo'ladi. Shuning uchun mening pensiyam nega qo'shnimnikidan kam oshdi degan savolga javob ko'pincha staj, ish haqi ma'lumotlari va hujjatlar sifatida bo'ladi. Birinchi misol, Olmutdagi yoshli opa 1 ming so'm pensiya oladi. Indeksatsiya e'lon qilingandan keyin u o'zicha 10% qo'shiladi deb hisoblaydi va 1 ming so'm kutadi. Lekin kartasiga 1 ming so'm tushadi. Nega? Chunki uning pensiyasida oldindan ortiqcha to'langan 35 ming so'mni bosqich ushlab qolish bor edi. Pensiya hisobida oshish bo'lgan, lekin kartaga tushadigan yakuniy puldan ushlab qolish yechilgan. Bu yerda muammo indeksatsiyada emas, yakuniy to'lov tarkibini bilmaslikda. Ikkinchi misol, 62 yoshli aka yaqinda pensiyaga chiqqan. U avgustda hamma pensionerlarga oshadi degan xabarni eshitadi, lekin uning pensiyasi o'zgarmaydi. U darrov menga bermadi deydi. Tekshirilganda ma'lum bo'ladi, uning pensiyasi avgustdagi yangi miqdorlar asosida tayinlangan. Ya'ni u eski pensiya oluvchilar qatorida alohida indeksatsiya qilinmagan. Chunki hisob kitob boshidan yangilangan ko'rsatkich bilan qilingan. 3-misol, bo'g'uvchisini yo'qotgan oila 3 farzandga pensiya olgan. Katta farzand 12 yoshga to'lgan. Lekin kollej yoki oliygohda kunduzgi ta'limda o'qishni tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan. Avgustda indeksatsiya bo'ladi, lekin umumiy to'lov kutilgandek oshmaydi, hatto kamaygandek ko'rinadi. Sababi indeksatsiya bilan bir vaqtda huquqli oluvchilar soni qayta ko'rib chiqilgan. Bunday vaziyatda birinchi qilinadigan ish o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga topshirish. 4-misol. Bir pensioner 900 ming so'm pensiya oladi, lekin uning asosiy hisoblangan pensiyasi 760 ming so'm. Qolgan qismi minimal darajaga yetkazish uchun qo'shimcha. Indeksatsiyadan keyin asosiy pensiya oshadi.
lekin qo'shimcha qismi qisqaradi. Natijada umumiy summa faqat 30 yoki 40 ming so'mga oshadi. U esa nega e'lon qilingan foiz bo'yicha oshmadi deb hayron bo'ladi. Chunki foizni faqat qo'lga tegadigan umumiy summaga mexanik qo'shib bo'lmaydi. Pensiya tarkibidagi har bir elementning o'z hisoblash tartibi bor. Birinchi noziklik. Indeksatsiya sanasi bilan to'lov sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, oshirish avgustdan kuchga kiradi, lekin siz pensiyani oyning ma'lum kunda olasiz. Ba'zida qayta hisoblash texnik jihatdan kechikib, farq keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin. Bu har doim ham huquqingiz buzildi degani emas. Lekin bir oy o'tdi, 2 oy o'tdi, farq tushmadi, tushuntirish berilmadi. Unda albatta yozma murojaat qilish kerak. Ikkinchi noziklik. Bank kartasiga tushgan summa pensiya hisob-kitobining o'zi emas. Men doim aytaman, kartaga qarab xulosa chiqarish yetarli emas. Kartada siz faqat yakuniy tushumni ko'rasiz. U yerda ushlab qolishlar, qayta hisoblashlar, oldingi qarzdorliklar, kompensatsiyalar alohida ko'rinmasligi mumkin. To'liq bilish uchun pensiya bo'limidan pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot so'rash kerak. Mening pensiyam nimadan iborat? Asosiy qismi qancha? Ustama qancha? Ushlab qolish bormi deb so'ralsa, vaziyat ancha oydinlashadi. Uchinchi noziklik, hamma ustamalar bir xil indeksatsiya qilinmaydi. Masalan, ayrim ustamalar qat'iy miqdorda belgilanadi. Ayrimlari bazaviy ko'rsatkichga bog'liq, ayrimlari alohida huquqiy asos bilan beriladi. Agar pensioner urush qatnashchisi, yolg'iz keksalar toifasi, nogironligi bo'lgan shaxs yoki alohida imtiyozli toifaga kirsa, uning pensiya tarkibida qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin bu qo'shimchalarning hammasi ham bir xil foizga oshadi degan qoida yo'q. Shuning uchun aynan sizdagi ustama qaysi turga kirishini aniqlash zarur. To'rtinchi noziklik, pensiya qayta hisoblanishi uchun ba'zida fuqaroning o'zi murojaat qilishi kerak. Indeksatsiya odatda avtomatik qilinadi. Lekin staj qo'shish, ish haqi ma'lumotini yangilash, oldin hisobga olinmagan davrni kiritish, farzand parvarishi davrini tasdiqlash, harbiy xizmat yoki boshqa mehnat davrini qo'shish kabi masalalar ko'pincha ariza va hujjat talab qiladi. Odamlar davlatning bazasida hammasi bor-ku deb o'ylaydi. Afsuski, har doim ham hammasi to'liq bo'lmaydi. Ayniqsa eski yillardagi ish joylari, yopilib ketgan korxonalar, arxivga topshirilgan hujjatlar bo'yicha muammo ko'p uchraydi. 5. Noziklik, chet elda ishlagan davrlar. Ayrim fuqarolar umrining bir qismini boshqa davlatda ishlagan. Bu davrlar pensiyaga qanday qo'shilishi xalqaro shartnomalar, hujjatlarning tan olinishi va tasdiqlanishiga bog'liq. Indeksatsiya mahalliy pensiya miqdoriga qo'llanadi. Lekin chet eldagi staj yoki to'lovlar masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Agar sizda shunday davrlar bo'lsa, men hamma joyda ishlaganman, nega pensiyam kam degan savolga javob hujjatlarda bo'ladi. Ishlagan davr ish beruvchi, to'langan badallar arxiv tasdiqlari aniq bo'lishi kerak. 6. Noziklik, pensioner vafot etganidan keyingi to'lovlar. Ba'zi oilalarda pensioner vafot etganidan keyin ham karta, qarzdorlik, ortiqcha tushgan pul yoki dafn puli masalasi chiqadi. Avgustdagi indeksatsiya bilan bir paytda bunday holat bo'lsa, oila nega summa boshqacha deb hayron bo'lishi mumkin. Bu yerda marhumning pensiyasi oxirgi to'lov davri. Merosxo'rlar yoki oila a'zolarining murojaati alohida tartibda ko'rib chiqiladi. Bunday vaziyatda og'zaki gap bilan yurmasdan darhol pensiya bo'limiga hujjatlar bilan murojaat qilish kerak. 7. Noziklik, qo'shnimga oshdi. Menga oshmadi degan taqqoslash har doim to'g'ri emas. Men buni juda ko'p eshitaman. Lekin pensiya qo'shnilik asosida emas. Shaxsiy mehnat staji, ish haqi, pensiya turi, huquqiy maqom, ustamalar va hujjatlar asosida hisoblanadi. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Bir xil mahallada yashashi mumkin. Lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisida 18 yil staj bor. Biri yuqori ish haqi olgan, ikkinchisi minimal maosh bilan ishlagan. Biri imtiyozli toifaga kiradi, ikkinchisi kirmaydi. Shuning uchun indeksatsiyadan keyingi farq ham turlicha bo'ladi. 8. Noziklik, pensiya miqdoridagi xatoni faqat telefon orqali aniqlash qiyin. Operator sizga umumiy ma'lumot berishi mumkin, lekin murakkab holatlarda yozma javob kerak. Nega yozma javob muhim? Chunki unda sizning pensiyangiz qanday hisoblangani, qaysi davrlar stajga kiritilgani, qaysi ma'lumotlar inobatga olingani, nima sababdan oshish kam bo'lgani ko'rsatiladi. Keyin siz bu javob asosida qo'shimcha hujjat topshirishingiz yoki yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Endi men sizga aniq harakat rejasini aytaman.
Agar avgustdagi indeksatsiyadan keyin pensiyangiz oshmagan bo'lsa yoki siz kutganingizdan kam oshgan bo'lsa, birinchi navbatda vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Har bir so'mning sababi bo'lishi kerak. Birinchi qadam, oxirgi 3 oylik tushumlarni tekshiring. Bank ilovasidan yoki bankomatdan pensiya tushumlarini ko'ring. Qaysi oyda qancha tushganini yozib oling. Masalan, iyun oyida 1 million 750 ming, iyul oyida 1 million 750 ming, avgust oyida 1 million 210 ming tushgan bo'lsa, farq 10 ming. Bu farq nimaning hisobga paydo bo'lganini bilish kerak. Faqat eslab qolmang, aniq raqamlarni yozing. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limidan hisob-kitob ma'lumotini so'rang. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiyamning tarkibi bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Og'zaki tushuntirish olish mumkin, lekin murakkab vaziyatda yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Avgust oyidagi indeksatsiyadan so'ng pensiya miqdori qanday qayta hisoblanganini asosiy pensiya ustama qo'shimcha to'lov va ushlab qolishlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shu jumla yetarli darajada aniq. Uchinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida, lekin asosiy maqsad bitta. Sizning pensiya huquqingizni tasdiqlovchi barcha dalillar qo'lda bo'lsin. 4-qadam. Agar stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, arxivga murojaat qiling. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxivida bo'lishi mumkin. Ishlagan yillaringizni, korxona nomini, lavozimingizni. Taxminiy davrni aniq yozing. Masalan, 1907 yildan 1994 yilgacha falon zavodda tikuvchi bo'lib ishlaganman yoki 1996 yildan 2001 yilgacha falon shirkat xo'jaligida traktorchi bo'lib ishlaganman deb ko'rsating. Qancha aniq yozsangiz, hujjat topilishi shuncha oson bo'ladi. 5-qadam, agar pensiyadan ushlab qolish bo'lsa, uning asosini so'rang. Ba'zida pensioner kartaga kam pul tushayotganini ko'radi, lekin nima ushlab qolinayotganini bilmaydi. Aliment, sud qarori, kredit, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish ijro hujjati bo'lishi mumkin. Siz qaysi hujjat asosida qancha muddatga, qancha miqdorda ushlab qolinmoqda deb so'rashga haqlisiz. Bu savolni aniq bering. Chunki ushlab qolish qonuniy bo'lsa ham, uning miqdori va muddati tushunarli bo'lishi kerak. 6-qadam, yozma javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi mas'ul tashkilotlarga murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas. Faqat yozing. Menga kam berdi degan gapning o'zi yetarli emas. Falonga ko'ra menga avgustdan qayta hisoblash qo'llanmagan. Falon yillardagi stajim hisobga olinmagan. Ushlab qolish asosi tushuntirilmagan. Yozma javobda hisob-kitob ko'rsatilmagan deb aniq yozing. 7-qadam. Hujjat topshirganda albatta ro'yxatdan o'tkazilganini tasdiqlang. Ariza berganingizda kirim raqami, sana yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Chunki keyin men topshirganman deyishingiz uchun dalil kerak. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Agar qog'ozda topshirsangiz, nusxangizga qabul qilingan sana va imzo qo'ydiring. Bu juda oddiy, lekin amalda odamlarning ko'p huquqi aynan shu joyda yo'qoladi. 8-qadam. Telefon orqali eshitgan gapni yakuniy javob deb qabul qilmang. Maslahatchi yoki tanish odam aytgan gap yordam berishi mumkin, lekin huquqiy asos bo'ladigan narsa bu rasmiy javob va hujjat. Pensiya masalasida falon odam shunday dedi degan gap bilan emas, falon hujjatda shunday yozilgan degan asos bilan harakat qilish kerak. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Pensiya oshmagan bo'lsa, buning 3 ta asosiy sababi bo'lishi mumkin. Birinchisi, siz oladigan to'lov indeksatsiya qilinadigan toifaga kirmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, pensiyangiz allaqachon yangi miqdor bo'yicha hisoblangan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, oshgan lekin ushlab qolish, ustama tarkibi yoki boshqa qayta hisoblashlar sabab kartada to'liq ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. 4-ehtimol ham bor, haqiqatan xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu 4-ehtimolni aniqlash uchun hujjat va yozma hisob-kitob kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz avgustdan keyin
rasmiy e'lon qilingan tartibga mos ravishda oshgan bo'lsa, kartaga tushgan summa oldingi oyga nisbatan ko'paygan bo'lsa, ushlab qolishlar bo'lmasa va pensiya bo'limi hisob kitobni tushuntirib bergan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir pensiya tarkibini bir marta bilib qo'yish foydali. Chunki kelajakda yana indeksatsiya, qayta hisoblash yoki ustama masalasi chiqishi mumkin. Kim albatta tekshirtirishi kerak. Birinchidan, avgustdan keyin umuman bir so'm ham oshmagan pensionerlar. Ikkinchidan, nogironlik guruhi yaqinda o'zgargan fuqarolar. Uchinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan va oilada farzandlarning yoshi yoki o'qish holati o'zgargan oilalar. To'rtinchidan, ish staji yoki ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan deb hisoblaydiganlar. Beshinchidan, pensiyasidan nimadir ushlab qo'llanayotganini bilmaydiganlar. Oltinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqan, lekin eski va yangi hisob kitob farqini tushunmayotgan fuqarolar. Yana bitta hayotiy maslahat. Pensiya masalasida qo'shnilar bilan solishtirishdan ko'ra o'z hujjatingizni tartibga keltiring. Qo'shningizning pensiyasi 1 million 700 ming, sizniki 1 million 200 ming bo'lsa, bu adolatsizlik bo'lishi ham mumkin. Mutlaq qonuniy farq bo'lishi ham mumkin. Buni faqat staj ish haqi, toifa va ustamalarni solishtirganda bilish mumkin. Oddiy ko'z bilan ikkalamiz bir vaqtda ishlaganmiz deyish yetarli emas. Rasmiy hujjatda nechanchi yildan nechanchi yilgacha qaysi lavozimda qanday ish haqi bilan ishlaganingiz ko'rsatilishi kerak. Demak, avgustdagi pensiya indeksatsiyasi hamma uchun muhim. Lekin hammaning qo'lga tegadigan summa bir xil tartibda oshmaydi. Kimdadir pensiya avtomatik oshadi, kimdadir oshish kam ko'rinadi, kimdadir yangi tayinlangan pensiya allaqachon yangilangan miqdor bilan hisoblangan bo'ladi. Kimdadir esa hujjat yoki hisob kitobdagi muammo sabab tekshiruv talab qilinadi. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l: kartaga tushgan summani yozib oling, pensiya tarkibini so'rang, kerakli hujjatlarni yig'ing. Tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, asosini talab qiling va zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. Pensiya bu oddiy to'lov emas, bu odamning yillar davomida qilgan mehnati, huquqi va kundalik hayot manbai. Shuning uchun har bir raqam tushunarli bo'lishi kerak. Sizda avgustdan keyin pensiya oshdimi yoki oshmadi? Qancha farq bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Men odamlar qanday holatlarga duch kelayotganini ko'rib, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan muammolarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiya oladigan tanishlaringizga yuboring.